Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek men usta Shohruxbek. Sizlar Andijon Tunuka kanalini original versiyasini tomosha qilmoqdasizlar. Agar sizlar kanalimizda yangi bo'lsanglar, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hamda biz qo'yayotgan Tunuka ishlari sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like ni gumbillatib bosib qo'yinglar. Sizlar qancha ko'p like bossanglar, biz sizlarga shuncha ko'p Tunuka ishini videolarini taqdim qilamiz. Iloji bo'lsa, qadrli obunachilar, ushbu videoyimizga befarq bo'lmanglar. Boshidan oxirigacha ko'ringlar. Video davomida ishimizning sifatini yaqinroqdan olganmiz. Bizning ishimizning sifatini yaqinroqdan ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hamda video davomida sizlar tushunmagan savollarga javob berib o'taman. Ya'ni Tunuka fonga oid bir nechta ma'lumotlarni tushuntirarli qilib aytib o'tishga harakat qilaman. Hozir esa do'stlar, ushbu obyektimiz haqida qisqacha gapirib o'taman. Biz bu obyektimizni Andijon viloyati Asaka shahrida yakuniga yetkazganmiz. 1-2 oy bo'ldi taxminan bu obyektimizni tugatganimizga. Videosini esa hozir, ya'ni dekabr oyida 2022-yilning dekabr oyida sizlarga taqdim qilmoqdamiz. Bu obyektimizni do'stlar qalinligi 0.35 master tunukadan qilganmiz. Xo'p, hozirgi kunda esa ushbu tunukamizning narxi 1 kvadrat metri vodiy bo'ylab 130 ming so'mdan qilib berilmoqda. Tunukani ketgan rasxodiga hisoblaganda joyni kvadratiga emas, 130 ming so'mdan qalinligi 0.35 master tunukamizni qilib bermoqdamiz. Xo'p, barcha mahsulotlari ichida do'stlar 130 ming so'mdan siz faqat bir mahal obed berasiz. Agar uyingiz uzoqda bo'ladigan bo'lsa, 3 mahal berasiz. Yotoqqa berasiz. Agar siz Andijon viloyati, ya'ni Andijon territoriyasidan bo'lsangiz, bizning ustalarimiz qatnab ishlaydi. Ana unaqa bo'ladigan bo'lsa, bir mahal obed berasiz. Qolgan barcha mahsulotlari bizning hisobimizdan bo'ladi. Ya'ni Tunuka fonga ishlatiladigan reykasi, samarasi, oyoq tagiga qo'yib ishlatiladigan lesalari, yo'l kiralari, qo'yingki barcha mahsulotlari mana shu narxda ichida, ya'ni kvadrat metri 130 ming so'm deyilgan narxda ichida bo'ladi, qadrli obunachilar. Endi biz do'stlar ushbu ko'rib turgan atrofidagi karnizlari, lolacha gullari, keyin do'ppichalari, tilla ranglarini ham sizga kvadrat metriga hisoblab beramiz. Ya'ni buni sizga donalab sotmaymiz, kvadrat metriga hisoblab beramiz. Endi sizlar savol berishlar mumkin. Shohruxbek, xo'p, Tunuka fonda kvadrat metrini 130 ming so'mdan qilib beryapsizlar. Endi bizni joyimizni kvadrati 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, sizlar aytyapsizlar, joyni kvadratiga emas, Tunukani bukilgan, qarilganiga hisoblaymiz deyapsizlar. Taxminan 100 kvadrat metr joyga necha kvadrat Tunuka ketishi mumkin degan savol berishinglar mumkin. Hozir mana shu savollarga javob beraman. Qadrli obunachilar, diqqat bilan tinglanglar. Joyni kvadrati aniq fakt bilan 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, bu 100 kvadrat joyga siz tanlagan fasoningizga qarab 150-160 kvadratdan tortib, xo'p 200-220 kvadratgacha Tunuka fon ishlatishimiz mumkin. Nima uchun joyni kvadratdan 2 barobar ko'payib ketyapti degan obunachilarimiz, videoda diqqat bilan ko'ringlar. Bizda bukilgan, qarilgan fasonlarimiz juda ham ko'p. Agar siz mana shunaqa hashamdorroq fason tanlaydigan bo'lsangiz, do'stlar, joyingiz kvadratdan albatta bizib ketgan tunukamizni rasxodi 2 barobardan ham oshib ketishi mumkin. Buni Tunuka fonchilar, hamkasblarimiz juda ham yaxshi biladi, sababi o'zlari qilib yuribdi. Keyin do'stlar, faqat biz emas, boshqa Tunuka fonchilar ham, ya'ni O'zbekiston hududida ishlaydigan, barcha viloyatda ishlaydigan Tunuka fonchilarimiz ham joyni kvadratiga emas, Tunukani ishlatgan rasxodiga hisoblaydi. Deyarli 90% shunaqa ishlaydi. Endi 10%ni bilmayman, balki joyni kvadratga ishlaydigan ustalarimiz ham topilishi mumkin. Lekin 90% men bilgan Tunuka fonchilar joyni kvadratga emas, Tunukani ketgan rasxodiga hisoblaydi do'stlar. Shuning uchun agar sizni joyingiz kvadrati taxminan 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, qadrli obunachilar, 150 kvadratdan tortib 200-220 kvadratgacha hisobingizni olib qo'yishingizni maslahat beraman. Bu esa do'stlar siz tanlagan fasonga qarab bo'ladi. Siz qanchalik kvadrati ozroq chiqadigan oddiyroq fason tanlasangiz, demak sizning uyingizga ozroq Tunuka fon ishlatamiz do'stlar. Shuning uchun sizlarga tavsiya bergan bo'lar edim, oddiyroq, skromliroq fason tanlashdi. Agar sizga hashamdorroq fason tanlaydigan bo'lsangiz, hashamdorroq fason yoqadigan bo'lsa, iltimos qilgan bo'lar edim, shunaqa savol bermasinglardi. Ya'ni
100 kvadrat nimaga 220 kvadrat bo'lib ketyapti degan savolni bermasinglarni iltimos qilgan bo'lar edim. Hashamdorroq fason tanlab bo'lganingizdan so'ng shunaqa savol bermanglar iltimos. Sababi siz tanlagan hashamdorroq fasonga mana shunaqa tunuka fon ishlatamiz biz, qadrli obunachilar. Endi do'stlar, tarnovlarga keladigan bo'lsak, juda ko'pchilik savol beradi. Tarnovlari ham ichidami deb. Yo'q do'stlar, tarnovlari ichida emas. Tarnovlari alohida hisoblanadi. Tarnovlari pagonometriga hisoblanadi. 1 metr 50 ming so'mdan hozirgi kunda bizda tarnovimizni 1 metr 50 ming so'mdan. Endi do'stlar, tarnovni ichiga tarnovni o'rnatish xizmati, tarnovni o'zi, kreshten ilmoqlari, uni orqasiga qo'yiladigan polli taxtalari, polnisi samarez, germetik hamma yo'g'i mana shu 50 ming so'mning ichiga kiradi do'stlar. Shuni ham hisobga olib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lar edim. Faqat tarnovni 1 metr 50 ming so'm emas, uni o'rnatib berish usta xizmati, kreshtenni, orqasidagi polli taxtalari ham mana shu 50 ming so'mning ichida hisoblanadi. Hattoki leysalari ham mana shu narxning ichida hisoblanadi. Endi do'stlar, lampochka, ya'ni LED qo'yiladigan bo'lsa, shapkalarga, darvozaxonalarga lampochka qo'yiladigan bo'lsa, ana o'sha lampochkalarni o'zingiz olib berasiz. Bu lampochkalari tunuka fonning ichiga kirmaydi, qadrli obunachilar. Xo'p, yana tunuka fon ichiga kirmaydigan mahsulotlarni aytib o'taman. Agar siz darvozaxonangizni mana shunaqa atrofi roverli fasonda qildirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni atrofiga rover ishlatamiz. Rover deganda bu darvozaxonani atrofiga ishlatiladigan gul, ya'ni mana bu mayda gul, MDFdan foydalanamiz. Buni alohida hisoblaymiz, qadrli obunachilar. Keyin qadrli obunachilar, o'rtadagi oynalarni ham alohida hisoblaymiz. Agar siz lustra qo'ymoqchi bo'lsangiz, lustrani o'zingiz olib berasiz. Bu bizning hisobga kirmaydi. Bizning hisobga faqat tunuka fonda tayyor bukilgan holati, o'rnatib berish usta xizmati, reykasi, samarezi, oyoq tagiga qo'yib ishlatilgan leysalari barchasi bizning hisobdan bo'ladi. Xo'p do'stlar, sizlarga o'z ma'lumotlarimni to'liq berdim deb o'ylayman. Hammanglarga kattakon rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.